iltijolar qildik asad oyida, tilaklarni yaratgandan so'rash foyda. O'zi bizni ulli pirim qo'llasin. Yusuf Hamadoniy desa dillar bo'lar ravshan. Said Hamadoniy dunyoda yagona, ularning ruhlari bizni qo'llasin. Ko'nglida haq degan sado bo'lsa kim? Haq deb bu dunyoda gado bo'lsa kim? Shamdek yonib ado bo'lsa kim? Avvalam Xudo bizni qo'llasin. Shukr Qur'on kabi ulug' bir kitob uchun. Shukr osmondagi oy va oftob uchun. Shukr hadisdagi har bitta harf uchun. Hammasi bizni qo'llasin. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Assalomu alaykum. Mana shu to'yxonamizga tashrif buyurgan otaxonlar, onaxonlar, aka-ukalar, opa-singillar. Sizlar bilan ko'rishib turganimizdan behayoat shodmiz. Qadamlaringizga hasanot, xush kelibsiz, xushvaqt bo'ling. Hamisha hamma vaqt bo'ling. To'ling, to'kilmang, qatoringizdan kam bo'lmang. Mana bugun to'yxonamizda chiroyli bir kun, yaxshi niyat voy. Qarang do'stlar, bugun to'yxonamizda to'y.